Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz bel grijasi haqida suhbatlashamiz. Bel o'mirtkada grija paydo bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Og'ir yuk ko'targanimiz bilan bel o'mirtkalari zo'rayib, zo'riqib, suyuqlik chiqadi o'mirtkadan. U vaqt o'tishi bilan qotib mazdeng, go'shtdeng bo'ladi, mazga o'xshaydi. U bel grija deyiladi. Endi bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida bel o'mirtkasidagi grija joyida so'rilib, tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Shunaqa belimda grija bor, oyoqimga beryapti, qo'limga beryapti deydi. Bo'yin o'mirtkada grija bo'ladigan bo'lsa qo'lga beradi. Oyoq, bel o'mirtkada bo'ladigan bo'lsa oyoqqa beradi. Buni hammamiz bilamiz. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malham siroplar yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi efirlargacha deb qolaman. Layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman. Va layklaringizni bosaveringlar. Yuqorgi efirlarda aytib o'tganimdek, bitta laykingizga muborak Allohning uyida roza Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi efirlargacha.